Siz ko'rib turgan mana shu palto jaketni hozir siz bilan to'liq modellashni o'rganamiz. Bu palto jaketimiz juda ham noodatiy bo'lgan fasonda, hamma menimcha bir ko'rganda kiygisi keladigan juda ham chiroyli. Bu fasonimiz asimetrik qilib, albatta oldi tarafi modellashtirilgan. Har doimgidek Maryams metodi bilan har bir andozalar juda ham oson modellashadi. Nega deganda Maryams metodi bilan tayyorlangan asos andozalar professional to'g'ri posadkada tayyorlanadi. Shuning uchun ham juda ham modellash oson bo'ladi. Har doimgidek bizga oldi va orqa asos andozalarimiz kerak bo'ladi. Asos andozalarni Maryams metodi bilan va Maryams formulasidan foydalanib tayyorlaganman. Birinchi bo'lib oldini xuddi shunday qilib ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ustidan plyonkani qo'ydim. Uzunliklarini beldan 9 sm ga uzaytirdim. Oldiga 3 sm zahot, yoniga 2 sm qo'shdim. Yuqoridan yelka chiziqlarini 8 sm ga uzaytirdim va pastga albatta yangi proyma chizig'ini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin yoniga 5 sm yuqori tarafiga qo'shdim. Yon chokni uzunligi 23 sm va proymalarini yangidan chizdim. Demak, asos andozamizni ustidan xuddi shunaqa spushni yeng andozasini tayyorlab oldik. Endi bizga tik yoqani ham butun holatda bichishimiz kerak bo'ladi. Yuqoriga 3 sm va enini ham 3 sm qilib xuddi shunaqa qilib yoqalarimizni yuqoriga ko'tardim. Endi oldimizga zahot qo'shdim, ya'ni yoqa uchun pastga 3 sm zahotga yuqorisiga 14 sm qo'shib, yuqorisini yoylashgan lineyka yordamida tutashtirdim. Shu bilan bizni oldi tarafini o'ng taraf tayyor bo'ldi. Aytib o'tganimdek, bu yerda asimetrik kroy bo'lgani uchun ikkinchi taraf ham bizga kerak bo'ladi. Cho'ntaklarni xuddi shunaqa chizib olasizlar. Pastdan 9 sm yuqorida, eni 15, yuqorisiga 18, klapinini eni bo'lsa 7 sm. Shu bilan bizni oldi tarafini o'ng tarafi tayyor bo'ldi. Endi bizga ikkinchi taraf ham kerak bo'ladi. Ikkinchi tarafini ham ko'chirib olamiz. Ustidan plyonkani qo'yamiz va bizga kerakli bo'lgan liniyalarni albatta ko'chirib olamiz. Asimetrik kroy bo'lgani uchun ikki tomoni albatta kerak bo'ladi. Pastki, yon chok, proyma, yelka choklarni hammasini ko'chirdim. Faqat oldi tarafidagina o'zgarish bo'lgani uchun u joyini qoldirdim. Cho'ntaklarni ham bir xilda razmerda ikkinchi qo'ygan plyonkam ustiga ko'chirib olyapman. Demak, cho'ntaklarimiz ham bir xilda. Faqat kroy oldi tarafda, yoqalarda asimetrik bo'lgan. Demak, ko'rib turganingizdek, yuqoridan xuddi shunaqa 90 gradusda chizib olaman va albatta yuqoridan qo'shilgan alohida stoyka yoqamiz bor, shuni ham chizib qo'yapman. 14 sm ga yuqorisi, pastini 15 sm. Birinchi yoqamizdan 6 sm ichkariga kirgizdim, yuqorisidan 5 sm tushirib, stoykamizni enini yuqori va pastini 5 sm qilib, xuddi shunaqa qilib chizib oldim. Shu bilan bizni ikkinchi tarafi, ya'ni chap tarafi ham tayyor bo'ldi. Mana shu yoqamizni uchi sizga agar yuqori bo'lsa, demak siz bemalol buni xuddi men pastlatgandek 3-4 sm ga xuddi shunaqa qilib yoqani uchlarini tekislab olsangiz bo'ladi. Mana biz sizlar bilan jaket paltoni oldi tarafini asimetrik bo'lgan yoqalarini to'liq modellashtirib oldik. Ko'rib turganingizdek, ko'rinishlari xuddi shunaqa holatda bo'ladi. O'ng taraf andozasidan foydalanib chap taraflarni modellashtirdik. Endi bizni orqa andozamizni ham modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun orqa asos andozamni oldim, ustidan plyonkani qo'ydim. Xuddi oldi kabi pastga beldan 9 sm ga uzaytirib, yoniga 2 sm kenglik qo'shdim. Orqa o'rta chiziqlarni plyonkaga ko'chirdim. Endi yelkalarimizni xuddi oldi bilan bir xilda qilishimiz uchun oldi andozasidan foydalanyapman. Ya'ni oldi yelka uzunliklarini va mana shu qo'shib bichilgan tik yoqalarni ko'chirib olyapman. Yon choklarini ham albatta oldi bilan solishtirib, balandligini bir xilda qilib, proymalarni orqada yangitdan chizdim. Va mana ko'rib turganingizdek, orqa andozamizni xuddi shunaqa qilib modellashtirib oldik. Demak, biz palto jaket andozasini to'liq holatda, ya'ni oldi, orqa yoqalarini modellashtirdik. Siz ham albatta xuddi shunaqa asos andozalardan foydalanib, men ko'rsatgandek albatta modellashtirib ko'ring. Maryams akademiyasi tomonidan berib borilayotgan shunaqa foydali video darsliklarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Maryams metodi bilan tayyorlanayotgan mana shunday asos andozalarni to'lig'icha o'rganishni xohlasangiz, bizni onlayn tur oylik kurslarimiz bor. Maryams akademiya onlayn tur oylik kurslari bilan tanishishni xohlasangiz, albatta kommentariyada plus qoldiring. Hozir 18-potop darslarimiz boshlangan. Bu foydali videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like bosing. Eng yaqin tikuvchi do'stingizga ham yuborib qo'ying.